tomni qarabasdi. Kech bo'lib qoldi, dedi onam. Uxlaydigan vaqting bo'ldi. Bo'l, uxlash kiyimingni almashtir. Andin seni so'yib qo'yay. Ma'qul, berib uxlay. Biroq siz menga o'zim tanlagan bir hikoyani aytib bering. Qarang, Jodugarning hikoyasi nomli bu kitobni. Onam karvatda o'ltirib hikoya aytishga boshladi. Bu bir jodugarning hikoyasi bo'lib, u supurgiga minib osmonda uchalaydi ekan. Men sal qo'rqdim, biroq men bu xil tuyg'uni yaxshi ko'ratdim. Bu jodugar nihoyatda sat bo'lib, yuz ko'zi mudir chuqur qoplagan, enkida yana soqoli bor ekan. Gap qilganda og'zidan charpoqqa sakrab chiqdi ekan. Hikoyada u boshqalarga ofat elib keldi ekan. Hikoya tugab uxlamoqchi bo'ldim. Onam meni suyib qo'yib, chiroqni o'chirib chiqib ketdi. Derazaga qarsam, parda xuddi odam bordek midirlayotdi. Jodugar keldimi yo? Beshimni burib edim. Qorong'ulikda g'oyat cho'ng bir olvostining menga tikilib turganini ko'rib, midirlashga petinolmadim. Men borgan sir qo'rqib yig'lab tashildim. Ham bor ovozim bilan dadam onamni chaqirdim. Dadam kirib chiroqni yondirdi. Ham menga tasalli berib, dunyoda olvosti yo'q. O mening chopinim. Onam kiyim osqishga esib qo'yibdi, dedi. U derazani itib o'tgach, koridordan kirgan shamol pardani midiriltibdi, dedi. Men xotirjam bo'lib, dadamni suyib qo'ydim. Ko'zim yumilishga boshladi. Iyiq qo'rchoqni quchoqlagancha uyquga ketdim. Tuyuqsiz g'uva to'nilda bir nurni ko'rdim. O'zimcha qiziqib, qo'rchoq iyiqimni quchoqlagancha nima ekanligiga qarab boqmoqchi bo'ldim. Men bir o'nkirning ichiga kirdim. O'nkirda u yoqdan bu yoqqa sakrab yurgan paqalar va nurg'un g'alati butilkalar turadi. Men ustalning yoniga keldim. Bir tal paqa og'zi yo'g'on bir butilkaning ustida menga qarab turadi. U kulgandek qiladi. Dastlab ig'ir tiniq ovozi, orqadan zil kulki ovozi anglandi. Keynimga burildim. Qutqizinglar! Jodugar! Rostila jodugar ekan. U nima degan sat? U enkimni tutmoqchi bo'ldi, men tutqizmadim. So'g'uq kulgunicha meni qo'ltiqqa qisib qaynab turgan qozonga tashlamoqchi bo'ldi. U o'zining bo'jan go'shti yeyishga amroq ekanligini dedi. Men varqiradim, biroq hech kim ovozimni anglamadi. U meni qozonga tashladi, lekin qozonning ichi ozroqmi qiziq emas, aksincha sal sovuq edi. Men o'nkirga tushib ketdim. Qarmoqqa tigi yo'q hangdek qiladi. Men tuvanga tushib ketayotirdim. Doda, ona, qutqizinglar! Men yig'lab varqirganimcha karvatdan tushib ketdim. Dadam bilan onam menga tasalli berdi. Onam meni qora bosqanligini aytdi. U yana menga dunyoda jodugar yo'qligini, jodugar faqat hikoya kitob va kichik bolalarning tasavvurida bo'lganligini aytdi. Men cho'ng karvatda yotmoqchi bo'ldim. Onam menga, "U bizning karvatimiz. Sen o'zingning karvatida uxlashing kerak", dedi. Men onamga yopishib oldim. Menga naqsh aytib berdi, o'zimni xeyli yaxshi bo'lib qolgandek his qildim. Keyin onam mening yonimda qo'limni tutib yotdi. Kecha nihoyatda jimjit edi. Men asta-asta uyquga ketdim. Endi qo'rqmayman, qarmoq bosmaydi.